Usha qol endi. Men senga nima dedim? Men onam yetelab yuribsan. Uyda bitta o'zlari qoldi. Ona, yura qoling. Ushilib oldingiz. Yuring tez. Keyin ana o'tir. O'tir. Ona siz oyoqqa o'tib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nima buyurasizlar? Bolam, ikkita shashlik buyurib bor. Ona, men aytganim bo'ladi. Siz oshqozoningiz bor edi. Nima yeysan jonim, ham ko'rchi? Menga qozon kabob, ikkita shashlik, mursko kapris. Bo'ldimi, ichishga nima olib kelyapti, aka? Onamlarga sho'ro bilan ko'kcha olib kelib bering. Bizga ko'lami yo, ana ice-paysilar bo'lsa, o'shandan olib keling. Ukamman qara. Mana shu stolga mana onaxonga 2 shashlik qo'ydirib qo'ygan, pulini men beraman. Mana shunday yoqqa borib keling, xo'pmi? Mana shashlik yetirib yuborsiz sizga, onajon. Men zakaz qilmaganman, bolam. Bu ana odam yetib yubordi. Yaxshi o'tiribsizlar. Ona, nimaga zakaz qilasiz? Men aytganim yeng dedim-ku. Bolajonim, men zakaz qilganim yo'q, men qilganim yo'q. Men bu ustoldan zakaz berib yuborishibdi. Og'ayni bir minut kimmi? Ha, o'zingcha ikkita shashlik olib berib onamga g'ururlanib ketyapsanmi? Kerak bo'lsa vagoni bilan olib beraman shashlikni, tushundingmi? Men qara. Sen ham erkakman deb yursanda o'g'il bola, onangga olib bermasdan xotining ustidan qo'ysan, Allohdan la'nati bo'lsin degan sendagi erkaklarga. Onang hurmat tegmayapman. Menga qaranglar o'rtoqlar, onalar oyog'i ostida jannat deyilgan. Video yoqqan bo'lsa, storylarga qo'yib, atmetga qilib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat.